Joriy yilning 1-yanvar kuni soat 14:50 chamasida Shovot tumani Bo'rachi mahallasi, Chamoljon Atanas mahallasi hududida o'tgan mahalliy ahamiyatga molik 90/012 avtomobil yo'lining 21-kilometrida 1995-yilda tug'ilgan Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi Shovot Urganch yo'nalishida boshqarib kelib, qo'riqlanmaydigan temir yo'l kechmasida yo'l harakati qoidalarining 116-117 bandi talablari, ya'ni svetofor ishoralari hamda yo'l belgilari talablariga rioya qilmasdan 422 piket 031 yo'nalish 124 reysda harakatlanib kelayotgan poyezd yo'nalishiga yo'l bermasdan svetoforning taqiqlovchi qizil ishorasida harakatlanish natijasida 124-sonli reysda harakatlanayotgan poyezd bilan to'qnashuv natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi tan jarohati olib, Shovot tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Shovot tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov oldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha yo'l harakati ishtirokchilaridan hamda haydovchilardan temir yo'ldan o'tish qoidalariga qat'iy rioya qilishlari hamda yo'l harakati qoidalarining barcha bandlari talablariga qat'iy rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Zero yo'l qoidasi umr foydasidir.